Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırırız, hem de siz bile muhakeme. Bugün çiz ağış kemen 23. ayının 20. günü vatandaş. Heptiki düşembe. Yukarıda köydük. Reis Xi Jinping Moskova'da ziyarette. Tayvan Kuomintang Partisi'nin sabah prezidenti Ma Ying-jeou 27. günü Cungo qoraqlığını ziyaret kıldı, yani qavri süpürüşke yoki qavri tavop qilishga yetib keldi. Reis Xi Jinping bilan ko'rishmaydi. Angacha Reis Xi Jinping Moskvadan qaytib keldi-yu, lekin Reis Xi Jinping bilan ko'rishmaydi. Boshda tiqma chandırib qo'ymaydi. Bu deganlik nima? Reis Xi Jinping Moskvaga bordi. Moskvada nihoyat og'ir masalalar kun tartibdan o'tdi. Yoki muhokamaga qo'yildi. Suhbat mavzusi qilindi. Mushundaq ahvol ostida dal shuningga ulgatib signal xarakterlik, bishorat xarakterlik bir ish shu bo'ldiki, Kuomintangning Tayvandagi sobiq ministri Ma Ying-jeou Jungoni ziyorat qilgan bo'ldi. Bu yerda nima ish bor vatandosh? Nima ish bor? Masalan, shu kuni Ma Ying-jeou chegaradan o'tadigan Amerika Qo'shma Shtatlarning chegarasidan o'tib, Latin Amerikasi ziyorat qilgan navbatdagi Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen chegarada o'tdi. Bir vaqtga. Bir vaqt deganda 27-30 aralıqda 3 kun bor. Hozir Ma Ying-jeouning Beijingni ziyorat qilishi aralıqda 3 kun bor. Qaysi 3 kun? Moskvadan qaytib keldi Reis Xi Jinping. 3 kundan keyin Ma Ying-jeou Jungo qoraqlog'iga yetib keldi. Undan keyin mushu aralıqda Tsai Ing-wen Amerikada chegaradan o'tdi. Avam palata başlığı Kevin McCarthy bilen görüşüdü. Kaliforniyada görüşüdü. Gördünüz mü vaktini, orullaştırışını gördünüz mü vatandaşım? Hazır hem de Moskova'daki sohbet, zaten nemi sohbet? Prezident Vladimir Putin bilen Reis Xi Jinping oturusida ötküzüldüğün sohbet, zaten nemi sohbet? Tabii gaz setip alımen bağısımançılık, tabii nefet setip alımen bahasımançılık, Ukrayna urushiga yordam beraleymen, beremeymen, xalqaro besimdan qo'rqmayman. Bu gaplar Moskvada qolsin, yana nima gap bor? Moskvada Reis Xi Jinping suhbatlashadigan yana nima gap bor vatandosh? Hozir Jungoni ichki ishini dedik, tunigun nim dedi, bir kasb qoldi eshib. Bu kasb xizmat kasbi ko'z yosh. Jungo yoshlarining ko'zini eqiyotgan yosh. İş yok, hizmet o'rni yok, aladigan pul yok, hecdeydigan pul yok, yeydigan non yok. Jungo yoshlarning ko'zidan eqiyotgan yosh Jungoda hozir 3. tartib. Yak 3. bir xil shakldagi xizmat o'rni bo'lib qoldi dedi. Buning bilan Jungoning iqtisodiy ahvolini sizlarga tushuntirdik vatandoshlar. Endi aralıqda bir oy buriladi. Hal qilg'ich torpilimi, hal qilg'ich damlar torpilimi Tayvanning nima dedi? Shu vaqtda Ukrainada urush qilayotgan Rossiya har kuniga 700 million rubldan pul xarjlayotdi dedi vatandosh. Har kuni 700 million rublmi yoki dollar demidi yoki rubli demidi? Men rubli deb oldim. Her gün 700 milyon dolardan pul harcayak Rusya'ya nereden geldi o pul? Başında yaş vatandaşlar. Anda muşu vaziyetke ülgürüp kilovatkandı hazır. Baş kösettik, kayfiyatını tahlil kıldık. Beremedi, bir-biriga va'da beremedi deyli. Reis Xi Jinping bilan prezident Vladimir Putin endi ichki suhbatda o'tirib qo'yiladigan masalalardan siz biz xabardor emas. Biroq yon tarafdan chiqib kelayotgan sobiq prezident Ma Ying-jeouning Beijingni ziyorat qilishi, Jungoni ziyorat qilishi nimadan derak berdi vatandosh? Bu intayin og'ir signal, og'ir bishorat. Biz aralıqda andı sandı sizlarga tilga oldik, so'zlab keldik. Mubodi Jungo kompartiyasi mushundaq vaziyat ostida gumron bo'ldigan bo'lsa, Jungoda huquq beshig'i yetib keladigan kishi kim? Jungoda huquq beshig'i yetib keladigan partiya qaysi?
Anıdan keyin ansirab turib, 3-chi nuqtani shunda aytdiki, Amerika Qo'shma Shtatlar bu suyumlik davlat yana bir qatam Gongchendangı, Gomindangı deydigan ikki partiyaning o'rtasidagi ziddiyatga aralashishga tushib qolamdi Amerika. Mana biz ansiraydigan ya mana mush yerda vatandoshim. 20. asrning 30-yillari, 40-yillari vatandoshim şu vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoda ikki partiya, Gomindang partiyasi, Gongchendang partiyasining ikki majrosiga aralashib qoldi vatandoshim. Endi yana shundaq ish yuz berami deb hozir biz matrabdan so'rayapmiz. Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping Moskvadan so'rayapti. Endi biz matrabchi shundaq ahvolda Gomindangning ulgurib ciddi holda quruqlikqa chiqishida bir ish bor vatandosh. Bo'lmasa Gomindang undaq ciddi holda, ya'ni Reis Xi Jinping Moskvadan qaytib kelgan shundaq paytlarda sobiq prezident Mao Ying-ju cho'ng quruqlik chiqmaydi-da. Chiqdi, keladi ziyoratga qabri supurishga desangiz, bunun o'zi bir gap vatandosh. Men boshda aytdim, chandolmaslik uchun bu qatim Mao Ying-ju Singapurda Reis Xi Jinping bilan ko'rishgandek, endi Beijingda Reis Xi Jinping bilan ko'rishmaydi deb uzib hozir xabarda ish zodi nima. Endi Reis Xi Jinping Moskvadan qaytib keldi, Mao Ying-ju Jungoga bordi. Dal shu vaqtda prezident Tsai Ing-wen Tayvanning Amerikada chegarada o'tdi. Bu harakat yoki bu ziyorat Amerikada va shundaqla Jungoda Amerika Jungo munosabatini yana qandaq bo'ron chapqon, yana qandaq davolg'ish paydo qiladi, yana qandaq inkas paydo qiladi. Bu siz kuzatayotgan, biz kuzatayotgan muhim masalalarning birisi vatandoshim. Endi ertadan boshlab qani yozma xabar yetib kelsa, Moskvada zodi nima ish yuz berdi? Qandaq masalalar muhokamaga chiqdi? Mavzuga qo'yildi, so'zlashilgan masalalar nima? Ertadan boshlab uning bilan uchrashimiz vatandosh, lekin esinglarda bo'lsin, hozir Reis Xi Jinping Moskvada ziyoratda. Gomindang, Tayvandagi Gomindangning sobiq prezidenti Mao Ying-ju 27-kuni Jungoga ziyoratga kelishning tayyorligida. Hozir navbatda Tayvanda Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim 6-oyning 30-kuni yoki 27-mushu oraliqda Latin Amerikasidagi davlatlarni ziyorat qilish uchun Amerikada chegarada o'tdi, Kaliforniyada chegarada o'tdi, Nyu-Yorkda chegarada o'tdi. Muşu aralıqda hozir ko'rishish mumkin bo'lgan bir rahbarimiz Avam Palata başlığı Kevin McCarthy, yana boshqa Amerikadagi siyosiy arbablar prezident Tsai Ing bilan ko'rishamdi yo'q. Bu da xabar kelmadi. Hozir mushu 3 ish Reis Xi Jinping, Mao Ying-ju, Tsai Ing-wen. Tushundingizmi? Moskva, Beijing, Taipei, Amerika, Kaliforniya. Bu ish vaziyat ve vaziyetten taqozolik deriz.